Assalomu alaykum qadrdonlar. Ana endi YouTube'dagi videomizni boshlaymiz. Har doim biz ustalarni ish bajarayotgan obyektiga borgan bo'lardik. Bu safar ustamiz, ya'ni ustozimizni o'zlari qurayotgan, o'zlari yashash uchun qurayotgan, sotib olishga emas, yashash uchun qurayotgan xonadonlariga kelganmiz. Buni obzorini o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum. Bu 8 sotuv yer bo'lgan. 4 sotuvdan tog'ajiyan bo'lishib quryapmiz bu yerda. Bu yerda shu ko'rib turganinglardek 7 ta xonasi bor, 8 ta sanuzeli bor, bitta basseyn, letniy, zimli kuxnalar, hamma narsasi bor. Tashqaridan emas, ketdi, yuring ichkari. Endi yo'qni endi etek ketiladi. Yo'lakdan kirib keldik, mana 10 tomonda eshik qoldirilgan ekan, anaqaga. Ko'chadaglar kirish uchun mana bu yerda ko'pchilik eshikni bo'ylaydi. Bu yerda rakini qo'yamiz, tashqariga chiqib qolmasligi uchun, gilam yuvish uchun, masalan, suv sepishligi, issiq suv, sovuq suv shlankalar bemalol foydalanish uchun do'stlar tashab ketilgan. Men ham eshikni o'yladim, tog'ajiyanga eshik tashab ketganmisizlar. Eshik yaqin, katta eshik yaqin, kichkinasini nima qiladi? Bemalol ketdi, yuring, podoldan boshlaymiz. Podoldan boshlaymiz. Bu hovlining eshigi? Ha, bu hovlidan kiradiganlar uchun, yo'qdan qish paytida o'tdan kirsa ham bo'ladi, bu yerdan kirsa ham bo'ladi, farqi yo'q. Mana bu joyga холодный xona qurib yuboramiz, bu joyini, zinani teklarini polni холодный xona qilib yuboramiz. Mana bu yerda yana bitta sanuzel bor, o'rib bersa, keyin kafil terib, bu yerda bitta sanuzel nima uchun? Prachka, trenajyorniy zal bo'lsa, mana shu cho'milib bemalol tepaga chiqib ketaveradi. Bu yerda yana ikkita xona qilib ishlatsa ham bo'ladi, katta xona joy bor yoki qanaqadir foydalanishsa, bemalol foydalansa bo'ladigan joyi bor-da bu yerda. Bet hozir to'pli pol qilinganmi? Yo'q, bu qilinmagan to'pli pol. Faqat mana sanuzellarning tagi, mana bu yerda ikkita blok qilingan. Nima bilan istasiz betda? Bu faqat to'pli pol bilan istaman. Bu yerdan datchik bilan boshqariladi hamma narsasi. Bo'ldi. Demak, mana shu o'zidan yana zina uy ichiga bor, tashqari hovliga ham bor. Ha, bemalol tashqaridan ham kirsa bo'ladi, uy ichidan ham pastga tushib kelsa bo'ladi. Kanalizatsiyasi nima bo'ladi bu yerda? Bu yerda o'ra qilingan, bu yerda yama qilingan, yamadan chiqib ketadi. Xohlasa keyinchalik nasos qo'yib yuborsa ham bo'ladi bu yerga bemalol. O'zi aslida yamaga tushadi, lekin nasosga ham to'sib qoldirgan. Tashab ketilgan. Podoldan keyin birinchi etajga chiqib bu birinchi qavat. Bu mana bu yerda sanuzel bor, bitta tualet, bitta rakina, mustaqablari, o'sha o'zimizni har doim birovlarnikiga qo'yadigan nikel krallari bor, sentralniy, masalan, 8 ta sanuzel bo'lgandan keyin bittasida avariyniy holat bo'ladigan bo'lsa, butun uy o'chirib qo'yilmaydi. Mana shu o'zini kerak joyi. Keling, shuni ko'rsatib ketaylik mana shu joyini. Bu birinchi etaj uchun umumiy sanuzel. Bitta rakina, bitta unita. Nikel kran deyotganingiz mana bu. Mana shu shundoq o'chirib qo'yadi. Bu kran mana shu sanuzelni hamma narsasini o'chiradi. Faqat shu yerda o'zini o'chiradi. Boshqa hech qat o'chmaydi. Yo'q, hech qat o'chmaydi. Faqat shu yerda o'zini. Endi biz o'zimiz usta bo'lganimiz bilan uyda bo'lishimiz bor, bo'lmashimiz bor. Ayollarning o'zi ham o'chirib qo'yaveradi, muammo bo'lmaydi ani. Suv toshib ketyapti, suv o'chirib qo'ydi degan gap bo'lmaydi. Joyiga qarang, to'xtang. Hammaga shunaqa qilib berasizmi yoki hammanikiga qilib beraman biz. O'zimiznikiga yomoni yo yaxshisini qilib anaqa qilib o'tirmaymiz. Hammanikiga bir xil qilib beramiz. Bu bitta spanligimiz bor. Endi yosh kattalar uchun bu asosan. O'sha yosh kattalarga bitta zal, bu yerda mana bitta kuxnamiz bor. Keyin bu yerda o'tirib, mana bu yerda qishda o'tirib olib, qor yog'ishini tomosha qilish. Bu ham klientdan o'g'irlangan ideya-da. Bitta klientimiz aytgan, mana shu qor yog'ayotganini yotib olib, tomosha qilish yaxshi ko'raman degan, mana shuning uchun katta panorama qilib oyna qo'yilgan. Bu kollektor ekan, mana. Ha, bu mana shu etajni hammasini kollektor. Faqat shu etajni o'ziniki. Bu yerda hamma uylarga batareya ham tashab ketilgan, to'pli pol bilan ham isitilinyapti. Qarang, shunda hozir hammasiga sim kelgan, har bitta xonadan alohida. Ha. Men bilan yechib tashab turib, klapan o'rnatilsa bo'ldi. Elektromagnetik klapan o'rnatasiz bo'ldi. Sadomerniy kollektor lekin. Hammasi sadomerniy kollektor. Xo'p, juda zo'r. Oshxonamiz bu. Endi bu 100% kafil qildi. Chirpiq bo'lsa ham tozalashga qulay bo'lish uchun bu yerda ham komplet datchik, hamma narsasi bor. Batareya ham qo'yiladi. Datchik ham niskiy temperatura bilan isitiladi uyga. Demak, hozir berilmaydi. Har bitta xonada alohida xonasini temperaturasi alohida boshqariladi. Alohida buniki mana bu yoqda, o'zini xaritasiniki o'zini alohida turibdi. Bu yoq zol bo'lyapti. Ha, bu zal endi hozirchalik skelet vazifasini bajaradi. Ha, endi bitkin shunaqa. Shunaqa bo'ladi. Keyingi etajga ko'tarilamiz bo'lsa. Bu kollektor mana shu ikkinchi qavatda o'ziniki. Kollektor kutib olar ekanda bizdan chiqishimiz. Bu yerda ham 3 ta sanuzeli bor. Bitta
bu kabinet, panorama oyna bo'lganligi uchun o'z ijodxonangiz. hech kim kirmaydigan. Bittasi Jenskiy hovliga qaragan detskiy qiz bolalar uchun. O'g'il bolalarning ko'chaga qarab turibdi. Endi sho'xroq bo'lsa. Ko'chaga qaraveradi. Keyin ikkita ota-onalar uchun anaqa spalniy bor. Tepada. Tepani o'zida shu 5 ta xonasi bor de. Hammasida sanuzeli bor. Har bitta xonada sanuzeli bor. Yaxshi. Bular ham hammasi aytganingizdek nikkel kirallar bilan. Bu hammasi qilingan, u o'zimizdan ayab qizg'anishi, o'zimizga birovga ravo ko'rganimiz o'zimizga ham ravo ko'ramiz. Hamma narsa bor. Ko'pchilik aytadi, o'zi bor-ku, ustalar o'ziga qilgandek qilmaydi klientnikini deydi yoki o'ziga arzonroq narsa ishlatadi yoki klientga qimmatroq narsa oldiradi-da, o'ziga arzonroq narsa bilan ishlab ishini bitkazadi deydi. Sizda qanaqa bular? Bizda shu o'zinglarni olib kelgan rossiyskiy turib qilingan. Hech qanaqa birovdan kam ham emas, ko'p ham emas. Rossiyskiy sentralniy kirallar, nikkel kirallar ham shu rossiyskiy. Hamma narsa shu o'zinglarning do'konda bitadigan narsa. Ko'chaga nima qilsangiz? Ko'cha bilan bir xil. Hamma narsa absolyut. O'zimga qildim, ko'chaga qildim, bir xil narsa qilinadi. U bir-birinikidan anaqa kam ko'p qilinmaydi. Bu dachiklar ham xuddi shu har bitta xonada bor. Klientga ham shunaqa qilamiz biz. Har bitta xonasiga qilib beriladi. Atmorlar tashalgan, tepaga hid tortib ketish uchun. Hamma narsa shu. Ko'chada begona odamga qanaqa qilib bersa, o'zimizga ham shu. Atmor hozir kafilning ichida qolib ketgan ko'ra olmaymizmi? Naryoqda ko'ra olamiz men. Qanchani bitta ko'rsating atmor. Demak bu atmor o'sha havoni, yomon havoni, hidlangan havoni xonaga chiqarmaydi-da, tepaga cherdakka chiqaradi. O'zi traplarda har bittasida sifoni bor. Keyin undan tashqari atmor nima uchun qilinadi? Ko'pchilik hamma har xil tushunadi. Unitazni mana ikkinchi etajda unitaz knopkasini bosgan paytda 9 litr suvni haydaydi. O'sha suvni haydagan paytda vakuum sazdat qilib sifonning ichidagi suvni so'rib olib tushib ketmasligi uchun tepadan atmordan havo so'raveradi o'zi. 9 etajga domlarda ham o'sha bosgan paytda 9-etajdan suv pastga tushguncha sifonlardagi suvni so'rib olmasligi uchun tepagacha tomgacha chiqarib tashlanadi-da. Eng tepadagi etajga. Tepadagi etajga. To'g'ri, lekin buni hamma ham qilmaydi lekin. Bir etaj bo'lganda qilmasa ham bo'ladi-yu, qilgan yaxshi lekin o'zi. Biz o'zimiz uchun bo'lgani uchun qilingan. Klientlarga ham qilib beramiz biz unaqa. O'zimga yaxshisi, klientga yomoni degan narsa yo'q. Yaxshi, endi bo'lmasam ketdik. Basseyn tomon, basseyn qiziq lekin hozir. Etnik kuxnya bo'lyapti-da, to'g'rimi? Bu yerda o'sha ikkita qozon, bitta gaz plita, bitta mo'ykasi. Basseynda cho'milayotganda ulfatlar bilan kelib, mana bu o'rtani yig'ishtirib qo'yiladi-da. Yig'ishtirib qo'ysangiz katta maydon bo'ladi, bemalol cho'milib. Hatto saunasi ham bor. O'zining saunasi ham. Mana buni ham yig'ishtirib qo'ysangiz, ko'chadan promoy ochiq holatda turaveradi-da. Oynalar yig'iladi. Oyna yig'iladi, yarim metrga ham bormaydi. Bu yoq kotelniy shunda. Bu yerda o'zimizni kotelniy. O'zimizni ismi, jononi, Wi-Fi'da ishlaydigan, ko'chadan ham boshqarasiz. Nasoslar chistotniy, arzonchisi emas. Chistotniy nasoslar qo'yilibdi. Trexxadovoylar ham mana yaxshisi, trexxadovoylarni ham restorgan plastmassadan yasab qo'yamiz. Bu plastmassadan yasashi sababi issiq bo'lib turgan paytda ushlasangiz muzdek bo'lib turaveradi. Ko'pchilik yaltir-yultirga ishqiboz bo'ladi-yu, lekin men o'zim buni o'zini tavsiya qilaman, chunki bundan issiq tashqariga ko'p chiqmaydi, kotelniy isib ketmaydi. Agar buni mana nima zakaz qilsam, bemalol nerjeykaligini zakaz qildiraverardim. Prosta buni afzalligi shu issig'i tashqariga yoyvormaydi, kotelniy isib ketmaydi. Shuni hisobiga bu mayli endi katta effekt bermasa ham qanaqadir o'ziga yarasha effektini beradi bu yerda ham. Shu mollerlarni qo'yib, bu yerga yomkislargacha joy tashab ketilgan hamma narsa. Demak, bu yerda zapas yomkis bo'ladi. Boiler qo'yiladi. Ular hammasi olib qo'yilgan deyapsiz. Bu yerda o'sha hamma narsa tayyor. Qarang, nech pul ketgan dedik boya? 8000. 8000 ketgan. 8000 ning ichida boiler ham bor, yomkis ham bor. Boyi anaqalar bor, otini sistema datchiklar bor. Kompyuter datchiklarini aniq bor. Rasxodamerniy kollektorlar hammasi, demak shularning hammasiga 8000 ketgan. 8000 bilan bitta uchastkaga, o'sha ikkitasiga 16000 ketdi-da. Har bitta taxminiy summada, balki minus ozgina plus bo'lishi mumkin, 5-10% uzoqda. Bunaqa katta emas. Aytaylik, sizga kimdir chiqdi, 400 kvadratli uyim bor, taxminan shu atrofda pul ketadimi deydigan bo'lsa nima deysiz? Hozir yo'q, men o'zim uyimga arzonroq ketgan, sizniki qimmatroq qoladi. Yo'q, agar ko'rinishiga mana shunaqa soddaroq bo'laversin, unaqa
xuddi mana shu holatdagi yig'ib bergin desa bemalol yig'ib bera olaman. Bu faqat zapchasini o'ziga ketadigan narsasiga Tushunarli. shu 8 ming ketadi bemalol. Tushunarli. Usta haqqidan tashqari o'zi. Ha, u tiqsiz 70 ming ham kirib ketaveradi. U nima keragi bor? O'zi istiladigan joy 44 kvadrat. Ha, u 70 ming tiqsangiz ham shu 4 kvadrat isiydi. Shu 8 ming tiqsangiz ham 4 kvadrat isiydi. U kvadratingiz kattalashib qolmaydi u. U tiqsangiz kirib ketaveradigan joy. U просто endi isrofda, ortiqcha расход u. Ko'rdinglar mana, o'zlari uchun qurgan hovlilarni ko'rib chiqdik va unga qancha xarajat, atapleniyasi o'zi qiziq, mana o'zim kelishni, atapleniyasiga qancha xarajat ketganini ko'rib chiqdik. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Ro'shan akam nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.